xohlagan narsangni gapirasan. Yo'q, xohlagan narsangizni gapirmaysiz. По-любому hech qayerda dunyo любой burchagida xohlagan narsani gapirib bo'lmaydi. Bilasiz, Amerikada bemalol, Nyu-Yorkda misol bemalol men o'zim videolarim ham bor. Nashta bemalol, qizlar bemalol misolda hamma sharoit bor. Klub, boshqa. Paketimda nashani sotib senga pul beraman xohlasang. Paketini bitta ochdi, anaqa korobkada $40 sotiladi. Eski paketlardan, короче, to'la edi. Amerikada mehnat qancha og'ir bo'lgan sari odamning shuncha hurmati baland bo'ladi. Uy bilan, mashina bilan hech qachon sizda muammo bo'lmaydi. Agar ishlasangiz, yaxshi odam bo'lsangiz, topasiz, harakat qilib bo'ladi. Bir xilda o'zbek oilalarini ko'raman, juda ham havosim keladi. Amerikadagi o'zbek oilalarni. Lekin bir xil payt yana o'zbek oilalarini ko'raman, juda ham ko'rib afsus qilaman. Yuzali tasavvur qiling, men nevaram mana shunaqa bo'lsa deyman. Amerikada katta bo'lgan o'zbek qizlarni fikrlashi menga juda ham bir to'g'ri kelmaydi. Men e'tibor berdim, o'sha Nyu-Yorkda ko'p to'y bo'ladi-yu, почти O'zbekistondek har kuni to'y. Har kuni to'y. Ayol kishi doktor bo'lsa, birovlarni davolasa, ayol kishi ilm bersa, birovlarga manfaatli bo'lsa, ya'ni bitta olimadan ertaga 30 ta olima chiqishi mumkin. Yoki bitta ayol kishi bitta odamni jonini saqlab qolishi mumkin. Yo'q, uyda olib o'tirib bo'lmaydi unaqa ayol kishini. Pul topish nafaqat Amerikada, любой joyda qiyin. Mana shu dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan otasini oxirgi manziliga kuzata olmayotganim uchun yana qaytib bora olmasligi, bora olmaydi-da, o'sha qaytib vaqti yetmagani uchun shunaqa xo'ngrab yig'ib olyapti. Men o'sha narsani ko'rib, rosa ham ta'sirlandim-da. Sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan onangiz yoki otangiz bilan nimadir bo'lsa, siz bora olmaysiz. Borishingiz ham o'sha siz borguningizcha maytni yerga qo'yib bo'lishadi. O'shanda o'zim juda ham o'ylanib qoldim. Bo'ldi, musofir dardini endi tushundim. Odam masjidda sinar ekanda musofirchilikda deb o'zimga o'zim aytdim. Assalomu alaykum chiqishni muxlislari. Bizga endi noodatiy podkastlar boshlandi. Xullas, sizlarni xursand qilish uchun jamoamiz bilan shunaqa kelishdikki, ko'proq podkast qilish uchun давайте alohida olamiz. Nimagaki, ba'zi vaqtimiz bo'lmaydi boshqa shtatga borishga, birontamiz vaqtimiz bo'lsa borib olish kerak. Tushunyapsizmi? Faqat uchalamiz chiqishimiz shart emas. Sizlarga ham manfaatli podkast chiqsa bo'ldi. Bugungi mehmonimiz Serqirrali deydi, shu Amerikani blogeri, lekin juda ham sizlarga manfaatli podkast bo'ladi. Yosh, 23 yosh adashmasam. Nimalarga erishgan, bu yoshda qiyin emasmi? Hech qanaqa qarindoshsiz, hech qanaqa oilasiz, qanday qilgan, nima qilgan, qanday qilib ish topgan, qanaqa qiyinchilik ko'rgan, shu yoshda ko'p kishiga qiziq bo'ladi. Xudo xolasa harakat qilamiz sizlarga manfaatli, ko'proq insight berishga. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, O'zjon. Assalomu alaykum, Shohring Xormay. Charchamasdan, rahmat kelganingiz uchun. Yo'q demasdan. Assalomu alaykum, podkast chiqish podkastini kuzatuvchilari, ko'rib turganinglardek Shohring aka va nihoyat chaqirdilar. Anchadan beri kutib yurgandik, biz ham chiqib qolarmikanmiz. Bir ikki storiyalar bor, bo'lishlar-da. O'shanga Xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Bekorchi narsalarni gapirmaymiz, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Qanday hayot Amerikaga? Hayot yaxshi, erkin. Erkin. Hayot erkin, Xudoga Mana shukr. erkin deganingiz mana mavzu ochildi boshidan. Haqiqatan bu yerga erkinlik bormi? Erkinlik bor. Endi misol bir xil aytishadi-ku, xohlagan narsangizni gapirasan. Yo'q, xohlagan narsangizni gapirmaysiz. По-любому hech qayerda dunyo любой burchagida xohlagan narsani gapirib bo'lmaydi. Lekin misol qanaqa taraflama erkin? Imkoniyatlar bor. Bu ham bitta erkinlik, juda ham katta imkoniyatlar. Xohlagan kiyimingizni kiyasiz, xohlagan soch turmagingizni qilasiz. Даже misol maktabga ham bolalar xohlagan kiyimda. Chegara yo'q. Chegara yo'qligi uchun qanaqadir joylarida shunaqa erkinliklar bor. O'shanga erkin desa bo'ladi. Erkin desa bo'ladi. Asosiysi kerak emas narsaga aralashmasangiz bo'ldi. Masalan, bu yoshingizda o'sha kayfu safoga berib qolmadingizmi? Bilaman, ota-onangiz ko'radi, yuz cho'qirqamiz. Oke, kayf safo. Misol hamma har xil narsadan kayf qiladi. Kayf safo deganda, agar yomon taraflama qaraydigan bo'lsa, yoshlarga, misol bo'ydoq bolalarga bu bilasiz, Amerikada bemalol, Nyu-Yorkda misol bemalol men o'zim videolarim ham bor, qoralar bilan haqida. Nasha bemalol, qizlar bemalol misolda hamma sharoit bor, klub, boshqa. Lekin bir xil odamlar yaxshi tomon nima kayf qiladi. Misol, prosta og'aynilari bilan o'tirib oddiy ovqat yeyish ham kayf qilish. Xudoga shukr, meni atrofimda ko'pincha shu yaxshi o'rtoqlarim bo'lgani uchun, to'g'ri yomonlari ham bor, ko'ramiz, xulosa olaman o'zimga. Lekin asosan yaxshi odamlar bo'lgani uchun, bu narsaga uncha ahamiyat qilmaganim uchun, ota-onamga rahmat demoqchiman. Menga yaxshi tarbiya berishgani uchun, mana shunaqa hozirgacha bo'lgan pozitsiyamga kelishimda sababchi bo'lgan yo'lni bosib o'tganim hamma o'sha yo'lda kim bo'lgan bo'lsa hammaga rahmat demoqchiman. O'shanga yo'q, lekin uncha berilmadi. Uncha berilmadi. Yo'q.
Xo'p, uni o'sha videosi haqida aytib bering. O'sha qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan? Qo'rqmadingizmi bunaqa chiqish? Video xullas men Nyu-Yorkda taksi dastavka qilardim. Xullas bir kuni taksi ham qanaqa, misol Uber Lyft biz qila olmasdik, studentmiz endi ishlash mumkin emas. Bitta opa yetib qoldilar. Manga qara, bunaqa taksi qilsang bo'ladi, ispanskiy taksi. Ularning o'zini programmasi bor. Xullas chaqiradi. Bir kuni bordim, gap qisqa qilaman. Bitta Domitiga bordim. Bitta qora bola tushib keldi. Yoshi bir 17 yosh menimcha. Ketyapman. Cho'ta turishi не to'da yani u bolani. Mana shu o'ylayapman, menimcha mana shu bola shu pul bermasdan qochib ketmoqchi-ku menimcha deb. Qo'lida bitta paket bor edi, katta paket bor edi. O'zimdan eski bozorlarda bo'ladi paket, shunaqa qattiq paketdan videoni oldimda, короче, istoriya oldim. Mana qaranglar, hozir mana shu bola qochib ketsa, men hozir video olyapman, hech buni istoriyaga tashlayman debdi. Keyin anu bola ko'rdi-ku buni. Ko'rgandan keyin menga aytdi, "Menga qara, mana shu to'xtagin" dedi. Oxirigacha boraman. Oxirigacha meni 2 mayl. Mana $20 menga $2 qaytarib ber, $2 qaytarib berdi. Men keyin o'zim o'yin qildim. Ataylab. Nimaga dedim? 2 mayl qoldi-ku dedim. 20 ni tashlab ketaver dedim. Ataylabdan. Keyin "Yo'q, menga ber" dedi. "Yo'q, men tashlab qo'yaveraman oxirigacha" dedim. "Farqi yo'q, menga qizig'i yo'q" dedim. "Nima paketing" dedim. "Paketimda naqdni sotib senga pul beraman xohlasang" dedi. Paketini bitta ochdi. Anaqa korobkada $40 dan sotiladi. Nyu-Yorkda katta paket, eski paketlardan, короче, to'la edi. To'la edi. Men ko'rsatgan, keyin u qilib, bu qilib gap talashib, xullas oxirida tushib ketgan. "Oy, to'xta" deganman, gapini olmoqchi bo'lib, gapirmagan, tushib ketib qolgan ekan. Siz bilasiz-ku, ular juda ham xavfli bo'ladi. Любой minutda otishi mumkin. Hech kimga maslahat bermayman, men qilgan ishni qilishni avvalambor. Juda ham xavfli. O'sha payt meni so'yishi ham mumkin edi, otishi ham mumkin edi. Like ham juda ko'paydi. Da, eng prosmotrli videoyim, eng zo'r bo'lgan videoyim, ko'targan videoyim desam Necha bo'ladi. million bo'lgan o'sha? 10 million menimcha adashmasam hozir, yo 9 million nechidir. Lekin layki u почти 500 mingda. Bu katta narsa men uchun, to'g'risi. Конечно. Vashi kutmagandim. Вот, video ham o'zi qisqa. Ma'nosi ham yo'q hech qanaqa. Mabodo agar qoralar bilan qanaqadir unaqa kontent qilaman deb, bosh qilaman deb, men rosa ko'p qilganman. O'shanga aytyapman, любой время otib so'yadi. O'shaning uchun umuman maslahat bermayman. O'shanda men o'ylaganman. O'ylamaganman, просто shunaqa moment bo'lgan, adrenalinim bo'lgan ichimda. Endi yoshman-ku, qonim qaynagan. Gapini olib, u yoq bu yoq qilib, lekin men ham ahmoq emasman. Bundoq qarab, odamiga qarab, hazil qilaman. Yoshroq bola edi. Ham oldida uncha anunisi yo'q edi-da. To'shda bu bola pistolet ko'tarib yurdi. Даже pistolet olishga ham puli yo'q darajada edi ahvoli. O'shanga men sal risk qilib qilganman. Lekin bu 100% garantiya degani emas, to'shda pistolet rostdan bo'lmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Buni qaranglar, yoshlar ko'proq duxi bo'ladi deydi-yu, nimagaki? Hali oila yo'q, farzand yo'q. Shu uchun bir xil bo'lsa sizlarga hazili. O'zi odam qancha yosh bo'lgani sari, yosh bola bo'lgani sari qo'rquv shuncha kamayadi. Yoshlikda daraxtlar, kattalar daraxtlarga chiqib ketadi. Shunaqa. O'ylamas u, qanaqa tushamiz, nima qilamiz. Hozir misol shuni daraxt bo'lsa, men qo'ya qol deyman-da. Katta bo'lgan sari odam cho'chishni boshlar ekan. O'shaning uchun katta bo'lgan sari odam baribir o'limni his qilishni boshlayveradi. Bu yoqdan ehtiyot chorani qilaveradi. Mana shunaqa. Shuning uchun yoshlikdan shu biznesni qilib soqolini bosish kerak. Yoshlikdan iloji bo'lsa tinch yurish kerak. Puldan ham oldin. Uni qisqa qilib, qaysi yo'l bilan kelgansiz Amerikaga? J1 Work and Travel. Men o'z Polshada o'qirdim. Polshada 3 yil o'qib yashaganman. Amerikaga Work and Travel qilib kelganman. 3 kishi bo'lib kelganmiz. Ikkita akalarim bor. 2002-yil ular. Mendan bir yosh katta. O'shalar menga yordam berishgan, podskaska berishgan. Muzaffar akam degan akamlar bor. Umrlari uzoq bo'lsin, rahmat. Ko'rayotgan bo'lsangiz, menga polniy dokumentlarni yordam berganlar. Abdulbosit akam yordam berib, etib polniy ko'rsatganlar. O'sha qanaqa bittada viza olgansiz, to'g'rimi? Bittada viza olganman. Viza olish tarixi ham qiziq bo'lgan. Mana misol ko'pchilik so'raydi Instagramda, "Aka, viza qanaqa qilib olgansiz? Polshadan Amerikaga qanaqa borib qolgansiz?" Borib qolmaganmiz. Sabablari bo'lgan bir ikkita. Bu mana shu istoriyani boshlashdan oldin bitta narsani aytaman. Agar siz qayerdadir bo'lishingiz kerak bo'lsa, 1% harakat qilib qo'ysangiz ham, o'sha yerda bo'lishingiz kerak bo'lsa, bo'lasiz. Mani viza olish tariximga keladigan bo'lsa, bir kuni uyda yotganman. O'sha payt ishlamayotgandim, mashinam bor edi. Abdulbosit ham telefon qilganlar. "Abbos, qayerdasan? Mazam yo'q, grippman." "Uydaman, aka, yotibman" dedim. "Pragaga o'tib kelishimiz kerak." Polsha shunaqa joylashganki, oldida Praga, tam Chexiya, Slovakiya yonma-yonda davlatlar Yevropada. Mashinada chiqib kelaverasiz. 300 maylmi shunaqa. 300 kilometrmi shunaqa? Mayl emas. Men aytganman, "Aka, mazam yo'q, o'tirib uydaman" degan. "O'tib kelaylik" degan. "Mayli, o'tib kelamiz, farqi yo'q. Faqat mashina haydamayman men, aka, ketaman. O'zingiz haydasangiz, haydab oling" deganman. "Xo'p" deganlar. Kelganlar, meni olganlar. Men mazam bo'lmay uxlaganman. Pragaga borganmiz. Pragaga borgandan keyin "Tushasanmi" deganlar. "Yo'q, men tushmayman, aka, mazam yo'qligini." Borishgan, chiqishgan, o'sha orqaga ham qaytishgan. Orqaga qaytishgandan keyin o'sha orqaga qaytayotganimizda, polni ishlarni bitirib orqaga qaytayotganimizda, bu to'g'ri men tushmaganman umuman mashinada. Yo'lni o'rtasida uyquga to'yib, o'zi sal jon kirib, biladik, jon kirib qoladi-ku, sal o'shanda turganmanda, "Qaytib keldi o'zi" deganman. "Pragaga keldi" degan. "Nima qildi" deganman. "Men viza oldim Amerikaga" deganlar. Men hayron qolganman. "Yo'q" deganman. "Aytmasdan viza oldingizmi menga" deganman. Tipa protsessni davno boshlagansiz-ku deganman. Aytganlar, hozir o'xshamay qolsa hammaga aytmaydi.
boshqa qilib o'shanga degan. Bo'ldi, gap yo'q, men ham qila olmaymanmi deganman. Как раз oldilarida Muzaffar akam bizga yo'l ko'rsatgan. O'tiruvdilar. Конечно bo'ladi, mana shu mani kompaniya, tipa agentство, mana shuncha pul ketadi degan. 1 oy vaqtim qolgandi. Eng oxirgi bo'lib topshirganman men. Agentstvoga telefon qilganman, mana shunaqa deganman. O'qishimdan hamma dokumentlarni olib, xuddi ular borayotgan joyga ishga topshirganman. Shundan keyin 20 kunda menimcha viza olganman, aka. 20 kunda viza olganman. O'sha payt mana qiziq voqeani aytib beraman. Bir ikkita sabablar bo'lib, anchadan beri ishlayotgan ishimdan ketganman. Stewardligiga короче topshirib ko'rdim Washingtonda. Undan ham fail bo'lgan. Taksi akkaunt blok bo'lgan. Короче, O'zbekistonga ketsam kerak menimcha deb o'tirganman. Bu nima, bizni tomonga ham quyosh chiqib qolar deganman. Umar degan billa bola bilan bizni tomonga ham quyosh chiqib qolar deganman. 1 oydan keyin Amerikaga ketganman. Darrov sales. Darrov sales bu nima? Trashtoga. Aynan sizga murojaat. Agar sizni trakingiz bo'lsa, trakingiz sotmoqchisiz, gap bo'lishi mumkin emas. Darrov sales sizni trakingizni darrov sotib beradi. Shaxsan bu o'zimning kompaniyam, o'zim ishlayman, trak sotib beraman. Agar siz trak sotib olmoqchi bo'lsangiz, gap bo'lishi mumkin emas. Bizda ham cashga ham bor, finance ham bor. Finance oddiy finance emas. Sizdan nima kerak bo'ladi? Bitta driver license va hamda down payment. Bo'ldi. Yo'q. Bizning kompaniyamizda ishlash shart emas. Istagan kompaniyangizga borib ishlaysiz, to'g'ri tushundingiz. Hech qanaqa late fee ham yo'q. Hech qanaqa credit score, hech narsa tekshirilmaydi. Driver license va hamda down payment. Xullas, siz qilamiz. Mana Telegram kanalimiz, Telegram kanaliga obuna bo'ling. Instagramga ham obuna bo'ling. Albatta, Instagramga ham va ko'proq, lekin Telegram kanaliga traktor chiqadi. Obuna bo'ling. Bizda hamma narsa darrov. Soqqana bo'lsang. Birinchi Nyu-Yorkka kelganman. Nyu-Yorkda Upstate'da working travel ishlaganman. 4 oy amerikanistlar bilan. Shu oxirgi topshirib birinchi kelganman. Ular 1 oy keyin kelishdi. Maza qilib ishlaganman amerikanist bilan. Mehnat og'ir bo'lsa ham, lekin Amerikada mehnat qancha og'ir bo'lgan sari odamning shuncha hurmati baland bo'ladi. Amerikanistlar bilan ishlardim. Yaxshi ishlardim. O'zbeklar yaxshi ishlaydi-ku, bu ishda o'zbeklar yaxshi ishlaydi baribir. Bizlarni yoqtirib qolib, endi yaxshi anunda ухаживать qilib bizlar bilan, misol take care qilib, sociallarimizni olib berib, pravalagacha olib borgan. Amerikanist pravaga olib borganda 5 soat kutib turgan aka meni pravada. Pravamni olishim uchun, testimni topshirishim uchun maza qilib 4 oy ishlab, keyin shunaqa qilib Amerikada qolganman. Keyin Bruklinga kelgansiz. Keyin Nyu-Yorkka qaytganman. Bruklinga borganman. Bruklinda bitta o'rtog'im bilan bir hafta yashaganman. Bilmayman Bruklinda odamlar qanaqa yashaydi. Men rosa qiynalganman. Parking yo'q. To'g'ri, endi hamma unaqa emasdir. Lekin menda Bruklinda juda ham ko'p vaziyat bo'lardi. O'zimizning odamlar bilan постоянный shu nito qarash yoki nito gap, особенно o'rislar bilan nito gapiradi. Постоянный agressiv. Shunaqada. Nyu-York Amerika emas. Srazu mana amerikanец o'rtog'im kutib olgan bu yerda. Srazu aytgan Nyu-York Amerika emas degan. Birinchi kelib nahidan urganman. Yo'q, uni Bruklinda yurganingizda Samarqand sezganmisiz? Shuni qanaqa bo'lgan aytib bering. Короче, Nyu-Yorkka kelganman. O'zi вообще Amerikaga kelganimda men inglizcham uncha yo'q edi. Men o'ylaganman, inglizcham uncha yo'q, bu yoq deb. Nyu-Yorkka shunday keldim. Inglizcha kerak emas ekan Nyu-Yorkda. Nyu-Yorkda konkretniy tojikcha kerak ekan. Inglizcha o'rganib ahmoq bo'lgan ekanman. Tojikchani o'rgansam, davno ko'tarilib ketgan bo'lardim deganman. O'sha og'aynim ham tojikcha gapiradi, meni kutib olgan citizen. Buxorolik. Undan bir ikkita tojikcha gaplarni o'rganib, boshqa qilib, gap yo'q. Nyu-Yorkda rahmat demoqchiman. Juda ham katta Amerikada o'zbek, tojik, samarqandlik, vashcha qaysi viloyatlik farqi yo'q. O'zbekistondan juda ham katta biznesmenlar bor. Toshkent Market, mana bitta Chicagoda UGL Tracking, yana men bilmaydigan qancha tracking gigantlar bor. Nerealniy summa aylantirishadi. Ular O'zbekiston nomini juda ham ko'tarishadi. Men Nyu-Yorkka borganimda, Libboy amerikanskiga borib Toshkent Market dedim. Toshkent Market ham bilardi, ko'pi bilardi. O'shanda faxrlanardim. Toshkent Market, Toshkent deb o'zbeklarnikiligini bilardi. Savdosi ham juda ham zo'r, gap yo'q. Rahmat demoqchiman. Shunaqa biznesmenlar shu Amerikaga kelib, mana shunaqa katta biznes qurishganiga. Kelganingizda qanaqa qiyinchiliklar chiqdi? Kelganimdagi haligacha qiyinchiliklar bormi? Endi bilmayman, misol hozir O'zbekistonda ko'rib turgan bo'lsanglar, men aytib beradigan qiyinchiliklar sizlar uchun kulgili ko'rinishi mumkin, lekin Amerikada pul taraflama, yaxshi joyda yashash yoki qanaqadir sharoit taraflama qiyinchilik bo'lmaydi. Ishlasangiz, qorningiz to'q, hamma narsangiz bor. Lekin Amerikada misol katta qiyinchiliklardan bittasi, odam joyi kelsa yolg'iz qolish kerak. Joyi kelsa qanaqadir xavf-xatar bo'lsa, ikki qarash kerak. Xavf-xatarga misol risk qilish kerak, katta risk qilish kerak. Atak shu qiyinchilik. Atak boshqa qiyinchilik uncha ko'rganim yo'q men, to'g'risi. Pul masalasi bo'yicha, ish masalasi yo'q. Uy, joy, mashina Amerika strana возможностей deb qo'yishadi o'rislar. Ya'ni imkoniyatlar makoni, uy bilan, mashina bilan hech qachon sizda muammo bo'lmaydi. Agar ishlasangiz, yaxshi odam bo'lsangiz, topasiz, harakat qilsa bo'ladi. Qanday, masalan, siz qachon sizniki ortish boshlandi, o'sha pul to'plash boshlandi? Haligacha boshlanmagan, aka. Haligacha boshlanmagan. Yo'q, haligacha boshlanmagan. Короче, endi Amerikaga kelibmi? Da, haligacha boshlanmagan. Endi men расход
Oyiga nechi pul sizniki? Bir o'zingiz. Hozirgami? Aha. 1800, 2000, 2000 dan balandroqda. Yeb ichish, uy-puy, mashina, boshqa balobatlar, insurance hammasi bilan. Ya'ni bir ikkita rasxodlar bor o'sha 2000 dan bo'lsa kerak, 2000 dan 2000 dan pastroq har xil har oy. Har xil chiqib turadi. Odamlar O'zbekistonda o'zi 3-4-5 ming topyapti. Bo'lmasam Amerika o'zi kerak emasda o'zi. O'sha Amerika avvalgidek emasda. Biz bolalar bilan ko'p gaplashamiz. Nechi pul bersa O'zbekistonga qaytasan deymiz-da. Shunaqa tema ko'p bo'lsa kerak. Boshqalarda ham bo'ladi, ko'pchilik nechi pul desa O'zbekistonga qaytasan. Hozirgi vaziyatimda bir 500 ming bersa ham menimcha O'zbekistonga qayta olmasam kerak. Ha, nimaga? Chunki bu yoqqa keldim, man 2 yildan beri shu yerdaman. Bu yoqning sharoitiga o'rgandim. Bu yoqda o'zi hamma narsa bo'ldi. O'shanga endi bilmadim. Javobi ham yo'q, to'g'ri, javobi ham yo'q lekin qaytgim kelmaydi. Misol 500 ming bersa ham, mayli O'zbekistonda odamlar 3 ming, 4 ming dollar pul topadi, gap yo'q. Unda ham kim qanaqa? Shunaqa deydi, lekin ertasi kuni intervyu chiqadi. 50 ming oylik, 50 ming kuniga ishlayapmiz, yo boshqa debdi misol. Kim harakat qilgan topadi. Harakat qilgan Amerikada ham 100 ming topadi, O'zbekistonda ham 100 ming topadi. Gap unda emas-da menimcha. Pul boshqa narsada emas. Prosta odam o'zini qayerda komfortliroq his qilsa, qayerda qulayroq his qilsa, o'sha yerda bo'lgani ma'qul. Men uchun shaxsan. Necha yoshda kelgandingiz Amerikaga? 2 yil bo'lgan bo'lsa 23, 21 yoshda kelganman. 23. Lekin o'zi 18 yoshimda ketganman O'zbekistonda hali borganim yo'q. Imkoni bo'lgan, men Amerikani tanlaganman. Polshada imkon bo'lgan, vaqtim bo'lmagan, qisqacha bo'lgan, vizam sira chiqib qolgan, kelishim kerak bo'lgan, o'shanga keyin Amerikaga kelganman. Bo'lmasam kelajakni o'zingizni Amerikaga ko'ryapsiz. Amerikada. Lekin unisini javobini bilmadim. Kelajagini Amerikada ko'ryapmanmi yo'qmi? Bir xil payt, bo'ldi Amerikada qolish kerak deyman. Bir xil payt, neujeli shu yerda qolish kerak deyman. Nahotki shu yerda qolish kerak deyman. Shuni batafsil aytib bering. Nimaga shunaqa fikr keladi? Nimaga shunaqa fikr keladi? O'ta juda ham ko'p faktorlar bor, men uchun muhim bo'lgan. Avvalambor oila, muhit. Bir xilda o'zbek oilalarini ko'raman, juda ham havosim keladi. Amerikadagi o'zbek oilalarni. Lekin bir xil payt yana o'zbek oilalarini ko'raman, juda ham ko'rib afsus qilaman. Neujeli tasavvur qiling, men nevaram mana shunaqa bo'lsa deyman. To'g'ri, bu aytishi mumkin. Kimdir menga aytgandi. Sen hali o'zing eplolmading, bolangni o'ylayapsan, nevarangni o'ylayapsan, qo'yib yubor bu fikrlarni. Men o'zbekman, men o'ylashim bu meni programmamda, miyamga joylashib qolgan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'layotganim, bir xil oilalarni ko'raman, zo'r gap yo'q, havas qilaman. Davay shu yerda yashash kerak deb. Ko'p Instagramda ham ko'rsangiz kerak, blogerlar bor. Lekin bir xil oilalarni ko'raman, bir xilga bolalarni yurganini ko'raman. O'zbek qiluvlarini ko'raman, gapirish, fikrlashini ko'raman. Deyman, atak meni bolam mana shunaqa bo'lsa, prosta sabab men Amerikada yashamoqchi bo'lganim uchun. O'shaning uchun hali 100% bilmayman. 100% bilmayman. O'shaning uchun. Niyat qachon uylanish? Niyat uylanish, niyat bor, xohish bor. Hozircha lekin cho'ta imkoniyat yo'q. Imkoniyat ham nimaga taqaladi? Misol, qiz yo'q. To'g'risini aytaman, o'zi liboy mana shu Amerikada yurgan bo'ydoni muammosi qiz bo'lsa kerak. Qizlarning muammosi shu bolalar bo'lsa kerak. Harakat qilib ko'rganmisiz? 1-2 marta uchrashuvga chiqqanman. Nyu-Yorkda, короче, akalarim bor edi. 1-2 marta gaplashib berishgan. Uchrashuvga chiqib ko'rganman. Bittasi u degan, короче, adasini o'rtog'iga va'da qilgan. Yana bittasi fikrlash to'g'ri kelmaydi menga ko'pincha, to'g'risi. 1-2-3-4 qizlar bilan gaplashganman. Amerikada katta bo'lgan o'zbek qizlarni fikrlashi menga juda ham bir to'g'ri kelmaydi. Xullas bittasi bilan gaplashardim. Gaplashganda ham unaqa chuqur emas. Просто takoy yengil gaplashib, tanishib, boshqa. Xullas bir kuni gaplashyapmiz, boshqa qilyapmiz. Xullas deydi, siz spiskadasiz dedi. Spiska. Ya'ni ro'yxatdasiz deyapti-da. Men hayron qoldim. Nima ro'yxat ekan dedim. Nima ro'yxat dedim. Xullas men gaplashadigan bolalar bor. Bolalarning ro'yxati bor. O'sha ro'yxatda nechinchidir o'rinda turasiz dedi. Xullas O'zbek. O'zbek. Keyin men hayron qoldim. Ro'yxat dedim. Mayli dedim. Unda ro'yxatdan chiqarib yubora qoling meni dedim. Nechinchisi desa so'ramadingiz. Yo, unisini so'rab o'taman. O'zi ro'yxat bo'lgandan keyin nima kerak? Uni so'rab. Nechinchidirda bo'lsangiz, misol birinchida bo'lsangiz ham sizdan keyin 4 tasi turibdi-ku, уже bu не то-da. Endi men uchun, bizlarning tarbiyamiz uchun не то. Keyin aytdim, mayli unda spiskadan chiqarib qo'ya qoling dedim-da. Shundan keyin to'g'risi ahamiyat, uncha harakat ham qilganim yo'q. Yana yaqinda 1-2 marta harakat qildim. Fikrlash cho'ta boshqa xullas aka. Xudo xolasa endi taqdir yaxshi nasib qilar. Esimda siz birinchi mamcha tanlab ketganingiz o'sha videoyingiz, o'sha masjid haqida gapirganingiz-u, uylanish o'sha batafsil aytib bering. Masjid haqida videoyim bor. Xullas, men Nyu-Yorkda 4 yoshda darsga qilib yurganimda, har xil masjidlarga, jumalarga kirib yurardim. Bir kuni bitta masjidga kirib qolganimda, jumadan keyin informatsiyalar beradi-ku, har xil qanular. Imom aytayapti, payshanba kuni soat, misol esimda yo'q, 4 yoki 5. 5 dan keyin yoshlar bir-biri bilan uchrashadi-da, bir-biri bilan ko'rishadi uzoqdan. Agar kim bir-biriga yoqsa, ota-onasi gaplashib ko'radi yoki bo'lmasa o'zi gaplashib ko'radi dedi. Men uni eshitib qoldim. Men bilaman, o'zbeklarni, o'zbek erkaklarning, bo'ydoqlarning eng katta muammosi Amerikada o'ylanish.
Chunki ko'p narsa har xil faktorlarga taqaladi, uylana olishmaydi. Yoki bo'lmasa qizlar ham balki eriga tegishmayotgandir, lekin unaqasini eshitmadim. Xullas, shunaqa degan, zo'r imkoniyat deganman. Odamlarga manfaatli bo'lsin deb shunaqa kamerani ochganman-da. Mana shunaqa Nyu-Yorkdagi mana bu masjid, kelinglar, soat mana shunda deganman. Bitta post qilganman, ertasi kuni o'zi bum, 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 bum yozib yotibdi. Opalar yozishadi. O'g'lim bor, yaxshi qizlar bormi? Qidirib yuruvdik biza ham. Bu yoq, boshqa deb. Farqi yo'g'i hozir men e'tibor berdim. O'sha Nyu-Yorkda ko'p to'y bo'ladi-yu, почти O'zbekistondek har kuni to'y. Har kuni to'y. Da. U yerda o'sha artistlar ham o'sha hamma оформление qiladigan u normalniy pul topishadi. Faqat shu ishni qilishadi. Shu ведущий hammasi gap bo'lishi mumkin emas, lekin oxirgi bir e'tibor berdim, что boshqa millat. O'zimiz o'zbek, u boshqa millat. Yo o'zbek, ayol boshqa millat. Bu oddiy hol bo'lib qoldi-da. Siz o'zingiz boshqa millat bo'lardingizmi? Man misol endi biza o'rislar bilan o'ynab katta bo'lganmiz. Misol Polshada ham asosan ukrainka qizlar, yo bo'lmasam o'ris qizlar, palachka qizlar ko'p chiqib qolardi-da yo'ldan. O'shani bitta akam zo'r gap aytganlar, akamga ustozlari aytgan. Ukam, hayotingda shunaqa bo'ladi, bir boshqa millat vakillari, boshqa din vakillari chiqib qoladi, sen o'ylaysan, "Vau, menimcha zo'r bo'lsa kerak, mana shu qalbi toza-ku asosiysi. Men keyin dinga tortib olaman" deb o'ylaysan. Lekin o'sha qilgan qaroring hayotingda eng katta xato bo'ladi deb aytganlar. Sababi odam o'ylaydi, что yaxshi qiz-ku, men buni tortib olaman o'zimni dinimga. Keyinchalik asosiysi qalbi toza-ku deb o'ylash mumkin. Lekin u odam butunlay boshqa bir muhitda katta bo'lgan bo'ladi. Boshqacha sharoitlar, ota-onasi unga yoshligidan boshqacha gap gapirib katta bo'lgan, siz boshqacha gap eshitib katta bo'lgansiz. Sizni ertaga bolalaringizni tarbiyasi ham u ota-onasi, ona tarbiya beradi-ku ko'pincha bolaga. Ona uyda bo'ladi asosan. Ya'ni o'sha bolalaringiz ham onasi qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, bolalaringiz ham shunaqa tarbiya. Endi bu musulmonlikdan tashqaridagi vaziyat. Endi agar yaxshi qiz bo'ladigan bo'lsa, muslima bo'ladigan bo'lsa, Pokiston, Eroniy, boshqa eplasa bo'ladi menimcha. Men unga qo'shilaman. Yaxshi, lekin baribir ham men uchun shaxsan birinchi o'rinda meni rafiqam o'zbek bo'lishi kerak. Boshqalarga ham maslahat beraman. Ertaga 50 yil, 60 yil, 70 yil bir gaplashib, do'st bo'lib, dushman bo'lib, joyi kelsa, o'rtoq bo'lib yashaydigan turmush o'rtog'ingiz sizni tilingizda, sizni zaboningizda, siz katta bo'lgan muhitda, sizga berilgan tarbiyada deyarli shunaqa sharoitda katta bo'lgan bo'lishi kerak. O'shanda bir-biringlarni menimcha yaxshiroq tushunasizlar. Shuning uchun iloji boricha o'zbek bilan bo'lgan yaxshi. Ikkiga yana bitta ko'p narsa bor. Endi ko'pincha o'zbeklar noldan boshlaydi-ku Amerikada. Qizligini berishgisi kelmaydi-da ko'pinchasi. Juda ham ko'p muammolar. Qizligini berishgisi kelmaydi. Traktishlar ekan-ku, dastavishga ekan-ku. Lekin bilmaydi ertaga nima bo'ladi. Ikkigin, вообще ikkita yosh bir-biri bilan baxtli bo'lishi uchun pulli, uyi, mashinani nima aloqasi bor? To'g'rimi? Amerikada oddiy ishda ishlab, bitta oila oyiga misol 3 ming orttirsa bo'ladi. To'g'rimi? Misol siz ham o'zingiz ham shu yerda bemalol yetadi. Uy-puy boshqa qilib baxtli yashashga, oddiy hayotda yashashga. Lekin bilmadim, bizanikilarga ko'pincha vaziyatda nimadir yetmaydi. U bo'lsin, bu bo'lsin, boshqa bo'lsin deb oxiri vaqt o'tib, majburlikdan keyin boshqaga uylanadi yo boshqaga erga tegadi. Shunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladi. Hozirgi sababi ham mana shu iminda misol boshqa vakil yo dokument yoki bo'lmasam qanaqadir sharoit deb o'ylayman, bilmadim. Qarang, shu mavzuni ozgina ochdingiz. Qarang, men video ko'rganman, shunaqa bitta bola, bilmayman kim gapirib chiqqandir shu temani. O'sha yerda keyin aytgan odamlar yozgan. Sani ham qizing bo'lsa, farzanding, ko'ramiz sen qanaqa o'zingni tutasan. Vot, qanaqa kimga berasan sen. Chunki oxirgi paytlar shunaqa ham bo'ldi-da, Meksika orqali kelgan ba'zi bir vatandoshlar. Juda ko'p yaxshi bolalar bor. Ba'zi birlarini O'zbekistonda ayoli bor, farzandi bor. Bu tumani hech kim yo'q deb uni olib dokumentini qilib, u bilan farzand qilib javobini berib, u yerdan O'zbekistonga birinchi oilasini olib kelganlarini ham eshitdik. Shu uchun ko'p kishi shuning uchun ham qo'rqadi menimcha. Qo'rqadi-da. Bu vaziyat ham bor, rosa ko'p eshitganman, to'g'ri aytyapsiz. Lekin hozir bu mavzuga kirishdan oldin, men oilam yo'q, men unaqa chuqur yaxshi tushunmayman. Balki o'sha aytayotganingizdek, primer keltirayotganingizdek, qizing bo'lsa ko'ramiz degan gapingiz to'g'ridir. Hamma misol akkuratlik qilib, ehtiyot qilib, lekin baribir ham 100 ta boladan misol 10 tasi shunaqa bo'lishi mumkin. Lekin qolgan 90 tasi turibdi-ku variantda. Yo'qmi? Bor-ku, to'g'rimi? Lekin bu tipa sabab emas-da. O'zbeklar bunaqa tipa boshqasiga beramiz deyish uchun sabab. To'g'ri bor, lekin hozir zamon rivojlangan-ku. Любой narsani tekshirsa bo'ladi. Tam mahallasi bor, buni og'aynisi bor, yoki bo'lmasam o'sha kelganda kimdir olib kelgan, o'zini tanishlari bor, surishtirsa bo'ladi. Odamni ko'rib ham 30% menimcha aytsa bo'lsa kerak. Yoshiga qarab, yo bo'lmasam gapiga qarab, to'g'ri bunaqa ham bor. Ehtiyot bo'lish kerak, lekin baribir
ehtiyotkorlik deganda umuman bunaqa o'zbeklarga berish kerak emas yoki o'zbek bolalariga ishonish kerak emas degani emasda. Shunisini yaxshilab o'ylash kerak. Endi mani qizim bo'lganda nima qilardimmi? Mani qizim bo'lganda men faqat o'zbek bolalarga bergan bo'lardim. Naverni. Hozirgi vaziyatimdan kelib chiqib, mendagi o'zbek bola bo'lsa bergan bo'lardim. Yoki og'aynilarimdagi o'zbek bolalar bo'lsa, mayli pul topmasin uncha ko'p hozir, lekin baribir odamni boy bo'lishi, kambag'al bo'lishi. Nimasiga qarab berardingiz? Birinchi bo'lib Xudoni taniydimi yo'qmi? Shunisiga qarab berardim. Xudoni tanisa bo'l. Yaxshi, bu уже yaxshi. Masalan, savol sizga. Уже yoshim katta, 23 yosh emas uncha. Sizdek yigit kelsa berardingizmi? Berardim. Berardim, to'g'risi. Berardim. Yaxshi. Yaxshi. Endi bilmadim qanchalik rost bu gap. Lekin da shu ozgina shu og'ir tema. O'shani men chiqib storiesga aytgandim. Nimaga masalan ko'p bo'ydoq bolalar yuribdi, aka qiz yo'q deb. Ko'ryapman oxirgi paytlar juda ham o'sha bizani o'sha singillarimiz boshqa millatga ergashib ketyapti. Yo'q, lekin srazu yana qanaqadir hate bo'lib ketmasin, zo'rlari ham bor. Aka, men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, tilla qizlar bor, даже baray deydi. Rostdan ham uyda ishton ko'ylaydi yuradi. Men o'zim ko'rganman, hayotda guvohi bo'lganman. Tarbiyasi bor-ku, vashe shikalat. Gap yo'q, zo'rlari ham bor. Ota-onasi ham zo'r. Ular qarshi emas, qanaqadir o'zbek bolaga berishga. Hammasi ham emas, lekin bir ikkitalari bor. Xo'p, bizani fikrlashimizda bizani shu yoshimiz bizdan kattalar ayoli uyga o'tirsin, bolalarga qarasin deymiz. Sizlarning yoshlaringiz qanaqa? Siz qanaqa fikrda? Mani fikrlashim zo'r tema, aka, как раз ko'pincha bu narsani noto'g'ri tushunmagan. Ko'pincha odam noto'g'ri tushunadi bu narsani. Ayol kishi uyda o'tirish kerak. Noto'g'ri tushunadi. Men bu narsaga qarshi emasman, to'g'ri. Joyi kelsa o'tirish kerak, lekin ayol kishi doktor bo'lsa, birovlarni davolasa, ayol kishi ilm bersa, birovlarga manfaatli bo'lsa, ya'ni bitta olimadan ertaga 30 ta olima chiqishi mumkin. Yoki bitta ayol kishi bitta odamni jonini saqlab qolishi mumkin. Yo'q, uyda olib o'tirib bo'lmaydi unaqa ayol kishini. Uyda olib o'tirib bo'lmaydi. Xudo bergan talant bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, hamma o'zimizani o'qitgan ustozlarni uydagilari, ya'ni erlari bo'ldi uyda o'tir deganda nima bo'lardi? Ahmoq bo'larmidi? Ingliz tilini bilmasmidi? Rus tilini bilmasmidi? Matematikani bilmasmidi? Erkak kishi ilm o'rgatadi deyishlar mumkin, lekin ko'pincha vaziyatda guvohi bo'lganmiz. O'sha ayol kishi bu narsaga yaxshiroq yondashadi. Chunki ayol kishi emotional being, ya'ni emotsional inson. U yaxshiroq yondashadi bolaga. Ona bola bekorga yetilmagan. Shuning uchun ayol kishilar ustozligiga, ya'ni qo'li yengil bo'ladi ayol kishini. Doktorligiga men aytmoqchi emasman, mayli. Erkak kishi doktor, ayol kishini qarasin. Yo'q, lekin baribir ham uyda o'tirg'izib, tikuvchilik, ko'ylak tikish, misol, powerli ayol kishining qo'li shirin bo'ladi. Unaqa vaziyatda ham bemalol nimaga yo'q? Salonlarchi? Men salonlarga men qarshiman. Nimaga? Salonlarga men lekin qarshiman. Chunki endi salonlarda bo'layotgan narsani o'zi noto'g'ri. To'g'risi. Men o'zim oldin tushunmasdim. Men to'g'risi yana ayol kishilarning temasiga aralashgim kelmayapti. Men просто qarshiman. Просто o'sha bu yerdagi temani ayol salonga men lekin chetda qarshiman. Endi men ham eshitganman, shu ko'p kishidan eshitganman, salonga qarshi bo'ladi nimaga deganimda aytganlarki o'sha ichida g'iybatxona bo'ladi. Ko'p joyi, hammasi emas, hech kerak emas, hammasi emas. Ko'p joyi faqat g'iybat yoki biror narsa o'rgatadi, bu buni erini aytadi, buni er bunaqa ekan, buni oilasi bunaqa ekan, bu bunaqa ekan deb keyin uni uyiga boradi, mana buni er bunaqa ekansiz, bunaqa emas ekansiz, degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin o'sha kim Amerikada salon ochganlar ham juda yaxshigina pul topishadi, qilishadi, ishlashadi. Endi katta pul topish degani boy bo'lish degani emas-da, baribir. Kimdir katta puli bo'lishi mumkin, lekin ko'rganmiz hayotda baxtsiz. Uyi yo'q, uyi uyi emas, nimadir yetishmaydi. Shuning uchun katta puli bor odam emas, yetarlicha puli bor odam baxtli bo'ladi. Baxt siz uchun nima? Baxt men uchun nima? Hozirgi vaziyatingizdan rozi bo'lish. Hozirgi bo'lib turgan vaziyat. Men Amerikaga kelmasdan oldin ham maza qilib yashirdim, baxtli edim. O'rtoqlarim bilan u yoq boshqa. Polshada ham skladda zavodda ishlardim yonmasam. Kechasi nochda baxtli edim, xursand edim. Amerikada ham Xudoga shukr, alhamdulillah xursandman. Odam zotni qalbi to'q bo'lishi kerak. Qolgan hamma narsa bo'ladi sekin-sekin. Men uchun shaxsan shunaqa. Misol, agar ko'zi och bo'lsa, ko'zni faqat tuproq to'ldiradi. Yomon emas, 23 yoshli bola zo'r. Hozir nima ish qilasiz? Hozir dispetcherman. Ko'p bo'lmagan boshlaganimga. Orada aytib ketmoqchiman. Azim akamlar, rahmat, meni shu sohaga olib kirganlar dispetcherligiga. Men Nyu-Yorkda yashirdim. Ukam meni dispetcherlik boshqa kelgin deb chaqirganlar. Hozir Chicagoda kompaniyalardan bittasida, tracking kompaniyalaridan bittasida dispetching bo'lib ishlayman. Dispetcher. Yaxshimi? Yaxshi, alhamdulillah, ancha yaxshi. Xursandsiz. Xursandman. Xo'p, shu sohangiz biron qisam kompaniya ochmoqchimisiz yo boshqa yo'nalishga bormoqchimisiz? Shu yo'nalishdami qanaqa? Maqsad nima? Xudo xolasa, hozirgi fikrlashimga ko'ra shu sohada ketmoqchiman, lekin Dispetcher. ya'ni tracking
Dispetcher bo'lsangiz, уже hamma narsani bilasiz. Ya'ni aytmoqchi emasman, hamma narsani, akkauntinglarni bilasiz, boshqa narsa. Lekin bozorni bilasiz. Dispetcher bozor bilan ishlaydigan odam, bozorni bilgan odam, biznesni ya'ni yurita oladigan odam trackingda. Bozorni zo'r bilsangiz, dispetcher yaxshi bo'lsangiz, safety ham topiladi, accounting ham topiladi, hamma narsa topiladi. Asosiysi dispetchni zo'r qilish kerak. Chunki dispetch yuk oladigan odam, pulni olib keladigan odam, driver bilan gaplashadigan odam, driverni ushlaydigan odam, driverni yo'qotadigan odam dispetcher bo'ladi. O'shaning uchun xudo xolasa niyatli katta, hozirgi vaziyatga qaraydigan bo'lsa, mana shu sohadaman, mana shu soha yoqyapti, ishlayapman. Xudo xolasa mana shu sohadan yaxshilardan bittasi bo'lish. Yaxshilardan bittasi bo'lish, mировой уровеньga chiqish. O'zbekistondagi dispetcher bilan Amerika dispetcher farqi bormi? O'zbekistondagi dispetcher bilan Amerikan dispetcherining farqi bor. Nimaga farq? Men bu suvni qo'limda ushlab turibman-da. Men sizga aytib bera olaman. Men bu plastiki sal qattiqroq ekan deyman. To'g'rimi? Yo men bunisi bundoq qilsangiz ko'chib ketar ekan deyman. Lekin bu narsani kameradan ko'rib turgan odam buni farqiga bora olmaydi. Nima demoqchiman? Buni dispetcherlar o'zi yaxshi tushunadi. O'shaning uchun ko'p vaziyatda tortishuvlar bo'ladi. Nima biz ham o'tdan ishlab. Lekin joyi kelsa O'zbekistonda turib ham Amerikadagi dispetcherlardan yorvoradigani bor. Zo'rlari bor. Gap yo'q, qoyil qolaman. Lekin ko'p vaziyatda juda ham katta farqi bilinadi. Ya'ni Amerikadagi dispetcherlar bo'lib baribir men o'zim ko'rganman. Tushunari bo'lib baribir muhokama yaxshi qiladi, yaxshi fikrlaydi baribir. Ko'radi trackni. Endi trackka ham sohasi ko'p-ku. Drive ham bor, step deck bor, flat bor. Biz o'zimiz step deck qilamiz. Open deck deb qo'yishadi. U yerda dimensionslar muhim, ya'ni o'lchovlari muhim, produktda nimaligi muhim, track hayotda o'zi ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz, uzunligi, ko'zingiz oldida tasavvur qilish kerak joylari bo'ladi-da. O'shanda mana shu narsalar juda ham muhim bo'ladi. O'sha vaziyatda, ya'ni bundan boshqa vaziyatlar ham bor. O'rni bilinadi. Ya'ni farqi bilinadi. Necha soat ishlaysiz bir kunda? Soat ertalab 7 dan bozor ochiladi. Chikagoni vaqti bilan kechqurun soat 5 gacha. Agar Kaliforniya bo'ladigan bo'lsa, Kaliforniya ya'ni Chikagodan 2 soat orqada, получается 8 gacha ham haligacha bozor bo'ladi. Pul topish oson ekanmi Amerikada? Pul topish nafaqat Amerikada, любой joyda qiyin, konkretniy qiyin. Men hamma joyda pul topishga qiynalgan. O'zbekistonda ham qiynalardim, Polshada ham qiynalardim, Amerikada ham. Любой joyda mehnatingizga yarasha pul topasiz. Og'ir mehnat qilyapsizmi, katta pul topasiz. Lazylik qilyapsizmi, ya'ni dangasalik qilyapsizmi, yengilib qarayapsizmi, kichkina summa topasiz. Hamma narsa o'zingizga bog'liq. Katta farqi yo'q. Og'ir mehnat qilsangiz yaxshi pul topasiz. O'zbekistonda o'rtoqda qarz berib tur $100. $100 san uchun hech narsa emas-ku deydimi? Umuman qarz bermayman men. O'rtoqlarimga shuni aytaman, pulim yo'q deyman. Pulim yo'q bo'lsa, просто pulim yo'q deyman, bo'ldi. Ular ham to'g'ri tushunishadi. Bo'ladi. Bir ikkita подписчикlar, "Okay, bu buncha tashlab yuboring, uncha tashlab yuboring." Qo'ldan kelgancha tashlab turaman, qaytarib beraman, u yoq boshqa deb. Lekin Amerikadagilardan ko'pchilik pul so'raydi. Lekin bu yerda to'g'risi pul orttirish ham ja o'zi emas. Chunki rasxodlar ham topuvga yarasha, ya'ni sotuv ham ko'p-da. Shunaqa. Na. Xarajatim 2-3 ming dedingiz. 3000 ga bormaydi lekin. 3000 bo'lsa yolg'on bo'ladi, 2000 dan past. Xo'p, biz pulni yaxshi ko'ramiz. Dispetcher yaxshi pul topadi. Qolgan pulni nima qilyapsiz? Dispetcher juda hozir yaxshi topmayapti-da. Nimaga? Ya, hazillashyapman. Topadi. Endi qarang. O'zbekistonga orzu havasga yuboryapsiz. Yo'q, umuman men unaqa narsalarga umuman yo'qman. Orzu havas O'zbekistonda uy ol, mashina ol, unaqa narsalarga yo'qman. Niyat bor. Katta pul kelib qolsa, katta kuch tushib qolsa, может быть, mayli mana shu uy olaylik yoki boshqa. Lekin hozirdan o'zimga ham bir so'm pul tikmasdan, hamma pulim yig'ib uy olib, unaqa narsa yo'q. Men taniganlar biladi. O'zi umuman unaqa narsa yo'q menda. O'zbekistonda emasmanmi? Menga o'tda emasman. Uydagilarimda bor, yetadi, alhamdulillah. Shuni o'zi men uchun yetarli. Katta o'g'il, kichkina o'g'il. Katta o'g'ilman. Katta o'g'il. Da. Akalarim ham bor, lekin mendan keyin singlim bor. Ha, yo'q. Nechta farzandsizlar? 3 ta akam bor. Ha, 3 ta akangiz Da, bor. 3 ta akamlar bor. Haqiqatan o'rzavazima qiladi sizga. 3 ta akamlar bor. Bitta ukam bor, bitta singlim bor. Zar. Ha, mana siz musofirsiz. Shu musofirni eng katta minusi nima? Musofir eng katta minusi, men yaqingacha tushunmasdim aka o'sha narsani. Yaqinda ko'zim bilan ko'rib, guvohi bo'lib tushundim. Yaqinda bitta janoza bo'ldi. Akalar janozaga chaqirishdi, bordik. Ikkita o'g'il Amerikaga kelgan. Ota O'zbekistonda vafot qilgan. Ota o'lgan O'zbekistonda, ikkita o'g'il bizga janoza qilib berdi. Ikkita o'g'il xo'ngrab yig'layapti. Xo'ngrab yig'layapti. Ha, lekin haqiqiy janoza O'zbekistonda bo'lgan. Janoza, lekin shu yerda ham u yig'layapti. janoza O'zbekistonda bo'lgan. Ikkita o'g'il xo'ngrab yig'layapti. Nimaga? Chunki otasi, ya'ni mana shu dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan otasini oxirgi manziliga kuzata olmayotgani uchun yana qaytib bora olmasligi, bora olmaydi-da, o'sha qaytib vaqti yetmagani uchun shunaqa xo'ngrab yig'ib olyapti. Men o'sha narsani ko'rib, rosa ham ta'sirlandim-da. O'shanda aytdim o'zimga o'zim, nahotki mana shu narsa uchun shu narsa stoyt. Ya'ni tasavvur qiling. Pul mol dunyo. Da, uy ham bo'ladi, mashina ham bo'ladi Amerikada. Lekin sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan onangiz yoki otangiz bilan nimadir bo'lsa, siz bora olmaysiz.
borishingiz ham уже siz borgunizcha mayitni yerga qo'yib bo'lishadi. O'shanda o'zim judayam o'ylanib qoldim. Bo'ldi, musofir dardini endi tushundim. Odam masjidda sinarkanda musofirchilikda deb o'zimga o'zim aytdim. O'shaning uchun nima demoqchiman? Oxirgi gapim anchadan beri aytmoqchi bo'lman buni. Chetga chiqqaningizdan keyin, ya'ni именно Amerikaga kelganingizdan keyin pulingiz ham bo'ladi, mashinangiz ham bo'ladi, uyingiz ham bo'ladi. Lekin mana shu hamma narsani bitta narsaga alishasanmi desa, sizda oxirida o'sha narsaga erishganingizdan keyin mana shu uydagilarim bilan bitta stolda o'tirib, hammamiz "Voy, ovqatingiz zo'r chiqibdi, rahmat. Ada yaxshimisiz? Ishdan yaxshi keldingizmi?" yoki aka ukalaringiz o'tirib "Qalaysan, san tinchmisan?" deyishga hech qachon yetmaydi. 100% javob beraman. Liboyga Amerikaga millioner bo'lib ketdim degani ham liboy o'tirib, hamma narsam bor-ku, lekin baribir ham yo'q-da. Nima uchun yashayapman, nima qildim yoki bo'lmasam tam. Так что Shunaqa. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. rahmat Juda aka yaxshi suhbat chaqirganingiz bo'ldi. uchun. O'zingizga vaqtimiz chegaralangan. Bundan keyingi zo'r podkastlar bo'ladi. Obuna bo'ling, layk qo'ying. Xudo xolasa hammasi sizlar uchun. Rahmat kattakon.